Turmush qurish arafasidagi qizlarga qanday maslahat bera olasiz? Birinchi o'rinda siz o'z resursingizni to'g'ri taqsimlashni va o'zingizga bo'lgan ishonch, o'zingizga bo'lgan hurmatni mana shu oilada ham saqlay olishni va ota-onangizdan ko'rgan modelni bu yerga olib kirmaslikni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Qachonki siz qizlik uyingizdagi убеждениялар bilan yoki tushunchalar bilan, ya'ni yaxshi ish qilmasang, qaynota-qaynang seni ko'tingga tepib yorishadi yoki sen yaxshi xizmat qilmasang, ering seni boshqa ayol oladi yoki senga xiyonat qiladi degan gaplar, qo'rquvlar bu sizni qo'rquvlaringiz va siz bu xonadonga borganingizdan keyin butun energiyangizni, butun quvvatingizni shunday bo'lmaslik uchun harakat qilib shu ishlarni qilasiz va resursingizni shunchaki parchalab yorasiz va ulardan yana kutuvlaringiz bo'ladi. Ular menga rahmat aytish kerak, ular menga minnatdor bo'lish kerak, erim meni sevish kerak va bu hammasi sizni o'zingizni qobig'ingizda aylanib resurssiz holatda, xafa holatiga, agressiya holatiga, norozichilik holatiga olib kelishi mumkin. Birinchi o'rinda siz bu ishlarni zavq bilan hozir va shu yerda yashagan holda qilishingiz va bular uchun kutuv emas, faqatgina maza qilib energiya olishni yo'lga qo'yishingiz lozim bo'ladi.